qo'yadigan darajaga qilib beramiz. Lekin undan oldin bizda bu Lamborghini degan Patriot bo'lib ko'rayotganlar, ya'ni o'sha Winter Park downtown'i. Даже qamoqqa tushsanglar. Endi bular hayoti shu-da o'zi. Ko'rayotganlar. Qizil mashina ko'rasizlar? Juma kuni kechqurun. Ko'rayotganlar. Ballondagi olib. Narxlarni hisobotgan bo'lsanglar mana. Clearwaterga. Millionermi? Hozir endi sizlarga ko'rsatib ketamiz. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun bizning temamiz nima bo'ladi? Amerika yo'li yopildi. Amerikaga o'zbeklar boshqa kela olmaydi degan gaplar chiqib ketdi internetda, bilsanglar kerak. Bu gap noto'g'ri gap. Hozir sizlarga narsani tushuntirib ketamiz. Undan oldin biz qatga keldik. Biz hozir Millennium Mallda biza. Uni mashina yo'li o'rtasida yuribdi. Assalomu alaykum hammaga. Hop, Millennium Mallga nimaga keldik? Birinchi bo'lib bekorchilik, shanba kuni bundam. Bugun futbol o'ynashga boramiz inshaalloh. Arsenal olganmiz. Ichkarilarni ham sizlarga ko'rsatib ketib, albatta talaba bo'lish uchun nimalar qilish kerak, yo'nalish ko'rsatib ketamiz. Aslida ota-onalar yoshligimizni ko'rganda shu Amerikaga kelishni qiziqib ko'rishadi. Nafaqat talabalarga, balki Amerikaga kelmoqchi bo'lgan hamma odamlarga, ya'ni turistik viza, biznes vizaga ham yordam qilamiz kelajakda va Toshkentda inshaalloh yaqinda ofis ochiladi. Nima qo'ydi otini? X Level Consulting. X Level Consulting. Nima degani? Nomi nima u? Nimani fikr bildiradi? Elon Musk bilasizlar? Endi qo'ysang-chi. Elon Musk ham X-ku. Noto'g'ri fikrlayapsan. X degani bu hamma narsa degani. Numeric digit, numeric letter-da. U Fizika, matematikada u. U бесконечность, tushunasizmi? Mana sizlarga ozgina manzaralarni ko'rsatib ketamiz. Ko'rayotganlar. Qizil mashina ko'rasizlar? Ferrari Pura Sanguemi. Meniki-da. Inshaalloh bo'ladi. Haydab ketibdi. Unda meni baletga berdim-da, tushunasizmi? Valla haydab ketdi. Aytishki temaga qaytayotgan taqdirda Excellent Consulting bu nima? Bu полностью от и до подготовка. Подготовка вас к жизни в Америке. O'zbekchalar. Podgotovkada endi misol uchun tayyorlaymiz sizlarni Amerikani hayotida. И plus yordam beramiz. Quick start bo'lish uchun. Tushunasizmi? Tez yo'nalishga ketish uchun. Nimaga yordam beramiz? SAT-ga, xudo xohlasa 100% grantlar plus ishga kirgizib beramiz. Nima bunaqa o'tirasizlar keyin takoy. Biznesmenlarga o'xshab. Biznesmenlarga o'xshab takoy WT'ga tiqib qo'yamiz. WT bilmasanglar agar bu ishchi bo'lsanglar WT orqali qilasizlar. Benefitlari ko'p narsa. Shunga yordam beramiz. Inshaalloh har bir temani отдельный video qilib Instagram sahifamizga qo'yib qo'yamiz. To'g'rimi? Shunaqa gaplar. Mana ko'rayotganlaringiz oldingi videolarda bir ko'rgan bo'lsanglar kerak Millennium Mallni. Hozir endi sizlarga ko'rsatib ketamiz. Omoni bola Neymar formasini kiyibdi. Lekin o'zi menimcha futbolni Instagram orqali ko'radi. Ana sizlarga Florida. Sizga ham savolda. Hop. Jam yurib qochib yuribsiz-ku. Nimaga siz Floridaga keldingiz? Nima uchun Floridani tanladingiz degan ma'noda? Floridada men o'zim dispetcher edim Toshkentda. 3-yildan beri ishlab kelgan kompaniyam, endi qanchadir muddat ishlagan kompaniyam mana shu yerda joylashgani sababli menga ish anaqa chiqqan. Job offer. Go ahead. Job offer. Nima bo'ladi? Ish chiqqan, ha. O'shaning uchun Floridaga kelganman. Florida kelganimdan keyin yodingizdan ham bo'lgan. O'rtog'im bo'lgan, Otabek bu YouTube'da ancha ko'rinmay qoldi. Olmay qo'ydingiz uni. Короче, maqsad Floridaga kelishdan bolalar o'tdi, ish o'tdi. Ha, bolalar o'tdi. Hayot o'tdi yaxshiroq. Ha. Mana sizlarga Millennium Mall'gacha. Shunaqa qilib YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'yinglar, faqat Instagramga emas. Amerika hayotini sizlarga qo'lni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Nima xatolar qilmasliklarni, polni konsaltingda sizlarga Amerikaga kelgandan keyin biz qilgan xatolarni qilmaslikni ham ko'rsatib ketamiz. Men bola ko'p xatolar qilgan, o'zi ham biladi. Meni boshimdan o'tgan narsalarni sizlarga o'rgataman. Mendan жизненный experience bo'yicha. Xudo xolisa Amerika, Yevropa, Avstraliyaga inshaalloh katta grantlar olib beramiz. И plus har bir davlatga ishga kirgizib qo'yadigan darajaga qilib beramiz. Lekin undan oldin bizda отборочный turlar bo'ladi. Hammani ham o'rmaymiz. Hammani ham o'rmaymiz. Agar ololmaydiganlarimizni olsak, biz ularni tayinlaymiz. Tushunasizlar? Bizda как бы meni fikrim bo'yicha men community yaratishga yo'q. Tushunasizlar? Biz community mana
X level community bo'lgani bilan mana shu Klub bo'ladi-da. bitta ustki kruг deydi-ku, shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Sizlarni o'tida ingliz tilida tayyorlaymiz, matematikada tayyorlaymiz. Полностью consulting kim kelajakda точканgiz kim bo'lmoqchisiz? O'shanga olib kirib beradigan bitta snaryad qilib beramiz. Tushunasizlarmi? Ya'ni aslida o'sha Amerikaga kelib olib kelib olsa bo'ldi, yo'qni o'zligisi qilishadi-da. Yo, olib kelib olgan taqdirda ham biz ishga kirgizib beramiz. Social security olib beramiz. Bank akkauntlar, kutib olishlarigacha 3 oy dosмотр, ishga boryaptimi, o'qiyaptimi, hamma narsa tayyor qilib beramiz. Ota-onalarga ham supportimiz bo'ladi inshaalloh. Endi hozir vlog sifatida takoy neformalniy qolamiz, lekin biz professionalmiz. Men kirmoqchimisan, u Victoria's Secret. Secret Victor. Banana Republic. Ashga kirib, ozgina aylanamiz. Mana aka, necha pulga kiymoqsiz hozir? Mayli kiymayman. Endi inshaalloh tishim qarovotdi. Hozir razmerimizni topib. Endi kiyim qayerdan olishga qanaqa qaraydi? To'g'ri, Banana Republic такой средний бренд, ya'ni Louis Vuitton'dan arzon variant. ya'ni Louis Vuitton'da klassika kiymayman misol uchun. Yaxshi klassika kiyinaman desanglar. Banana Republic yana nima? Buni sal arzonroq varianti bor. Brooks Brothers misol uchun Banana Republic, Ralph Lauren Pololar birga yuradi, bir pul urganda. Misol uchun necha pul olib kelish kerak molda normal kiyinish uchun? Endi hozir Lazibega bo'yniga topisholmayapti, hech kim balansiz turibdi. 10 so'm ekan. Mana ko'rsang. So'r Miamiga ketamiz. To'g'ri Miami. Mana olish kerak. Buni olsanglar, Gavayi. to'g'ri anaqaga ketasiz, Tampaga. Miami bu Tampa. Clearwaterga. Bu Arman. Sportivniy kiyimlarga qiziqsangiz, Mash magazindan zo'r yo'q Amerikada. Uni hamma biladi. Bu yerda hamma brendlarni birlashtirilgan magazin. Xohlagan kiyimlaringizni olsangiz bo'ladi. Nike, Adidas, New Balance va hokazo. Ko'rayotganlaringdek kiyimlarga qiziqadiganlar uchun bu вообще zo'r joy. Mana bu yerda har xil Nike'lar, daryoda har xil New Balance'lar, Adidas'lar va hokazo. Air Jordan narxlarini qiziqayotgan bo'lsanglar mana $100, $150, $95 mana Air Jordan. Original deb o'tdi. Endi bu yerda Toshkent esimda bor. Air Max'ni ne originalini 400 mingga olgan edim. Bu yerda anaqa 95 mingga olar ekansiz. Original 950 ming. 950 ming. 1 million bo'ladi. Qarashmasa, mana bu narsa. Ha. Bir xil ekan? Ha. Necha pul ekan? 120 so'm. 115 ekan. 110. Naloglar bilan yo'q bilan 120 so'm bo'ladi. Shunaqa gaplar. Naryoda New York kepkalar ham bor. Amerika kelishni sizlarga endi bitta motivatsiya. Mana bolalar bilan Winter Park downtowniga keldik. Prosto mana ko'chada turgan mashina, birinchi mashina mana nima bu ulug'? Bu Lamborghini degan. Lamborghini. Ana Bu Ferrari F8 mashinamdan bittasi biturbo. kelajakda. Mo'kaga berilib yoqib qo'yibmiz. Hozir kalif tutyapman telefon qilib. Bu mashinaning har bitta narsasi shedevrda. Misol uchun aerodinamichniy, mana bu yerdan havo kirib, mana bu kursiz chiqib, tormozda sujat qilish. Ferrari unga pul beradi reklama. Tormozi karbon. Carbon fiber. Lekin ko'rinishi dahshat-a, qara. Boshqacha. Tonirovka qilmaydi bu tushunsan. Na bu tanirovka olib tashlaydi, hamma ko'rsin mani deb. Kim haydayotgan? Tez yuradigan mashina bo'lsa ham 30 mil/h urishib olib. Shunaqa. Lekin mana bunda toshni ham sezadi-da bu. Shunaqa. Bu F8. F8 ha. Ko'rinishi dahshat, buyursin egasiga endi nima deymiz? Bizga ham emas bu. Mana Shunaqa. bu ham ko'rdim. M3 competitionlarga turibdi. Endi u ko'rinmayapti ko'zimga. Bizning ko'zimizga ko'rinmayapti. Xo'p, Winter Park haqida aytib ketadigan bo'lsak, bu Orlandodagi eng eski rayonlardan bittasi. Mana bu mana BMW iX turibdi. Endi bu Ko'rinmaydi. ko'rinmaydigan mashinalarda. Bu yerda takoy, chilovый vibe, ya'ni oilaviy kelib, aylanib, xotiningiz bilan yoki tam, endi devushka qilmaylar-yu. Yevropa vibe sezmoqchi bo'lsangiz, bu yoqqa kelasiz. Agar u yoqmoqchi bo'lsangiz, pulingiz ko'p bo'lsa, mana shu kelasizlar. Men olmasdim bu yerdan uylarni 1 millionga, misol ko'rdingmi 1 millionlik ahvolni. 1 million uchun qimmat.
не особенно qimmat. Lekin X level trainingdan o'tsanglar 1 million pul bo'lmaydi. Birat qara kachok aka. Narada yana bitta M3 competition turibdi. Borayotganlarda bu yoqda aslında shu restoranni rayonlar. Hozir yoqda lekin borsa-chi, u yoq tugaydi. Biz orqaga yurganimiz yaxshiroq-da. Kafega o'tiraylik. Naryoqda kafeshkalar bor. Yo'lni ham sizlarga aylanib ko'rsatib ketamiz. Floridada hamma narsa bor. Ya'ni hamma narsa bor deganda, chilovi ham mazza qilsanglar bo'ladi agarda. Такой national жизнь ko'rmoqchi bo'lsanglar, tungi hayotni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Miamiga uchib kelsanglar bo'ladi, oilaviy yashoqchi bo'lsanglar, Orlandoga dam olmoqchi bo'lsanglar, Tampaga. Shuning uchun Florida zo'r, agar ingliz tilini bilib ishingiz bo'lsa. Ishingiz bo'lmasa, ingliz tilini bilmasangiz, Floridaga kelishni men tavsiya bermayman. Yardga qabul qilamiz ishga ingliz tilini bilmasanglar. Yo'q, ingliz tilini bilish shart, u maksimalni kerak narsa bo'lgan. Hozir Trump administratsiyasidan как никогда kerak bo'lyapti. U narsa. Даже oddiy trakka ham hayda olmaysizlar, ingliz tilisiz. Shunaqa? Hozir ko'pchilik odamlar keladi, green carddan ingliz tilini bilgan keladi. O'sha ketadi. Ingliz anaqasi государственный til yo'q deydi. Уже bor. Уже ingliz tili shunaqa. Уже anaqa avtoritet qila olmaysizlar endi. Endi aytganimdek, to'g'ri. 20 yil oldin, o'z mana tem bo'lganda, 20 yil oldin oddiy odam agar oyiga Amerikada voy mashina vintaj-ku, bu Ferrari California. Eshit. O'zi mana misol uchun, endi misol keltiraman, 20 yil oldin o'zbek bitta oddiy o'zbek. Ruli 10 tomonda ekan, ukam qarang. Ha, bu. Sani gapingdan ko'ra bu Ferrari men qiziqroq hozir. Yo'q, u men anaqa beryapman-da, wisdom beryapman, mudrost beryapman. Ha, yo chap tarafda deb o'ylayman deb. Bo'pti, eshitsizlar, mani yo'q. Qaranglar, 20 yil oldin oddiy bitta Maqsud degan bola oyga uchmay olsa, Misrga yashab berardi Amerikada, tushunasizmi? Shunaqa. 2000 dan O'zbekistonga jo'natib yuborsa, mana Chilonzorda bitta 2 xonali, 3 xonali olib qo'yardi. Hozir unaqa emas. To'g'ri, inflyatsiya bo'lgani uchun Amerikada hayot qiyinlashgan. Ancha qiyinlashgan. Keyin O'zbekistonda ham uровень ko'tarilganligini, lekin baribir ham uncha emas. O'shaning uchun aytmoqchimanki, har doim стремитесь к большему, tushunasizlar? Har doim Ko'proq harakat. Ko'proqga harakat qilaydi. Tushunasizlar? 15 ming olsizlarmi? Ertasi kuni o'ylaylar, 20 ming qanaqa qilishim kerak edi. 15 ming olsam oyiga? Inshaalloh. Lekin shaharni sizlarga ko'rsatib ketadigan bo'lsam, shahar takoy chiroyli. Qiziqarli shahar. Sen orasida zo'r mashina manamidi? Mana shu eng zo'r, Lux. Endi mana bu mashina emas bu. Bu detskiy mashina. Wannabe Ferrari-da, Ha. tushunasizmi? Wannabe Porsche. 10 mingga olasan, 5 ming ichiga tiqib baqirtirib qo'yasan bu. 2000 ga totasiz. Shunaqa. Mana bunaqa kafeshkalarda o'tirib, takoy kofe, mofe ichsanglar bo'ladi. Aylanishga yaxshi joylar. Inshaalloh kelganingizda ham o'zingizlar ko'rasizlar. Floridani ana. Patriot bo'lib ko'rayotganlarda Amerikan flaglarini qo'yib, ja o'zini yaxshi ko'radi bular. Hop, Amerika haqida sizlarga yana bitta ikkita qiziq faktlar aytib kelmoqchiman. Ya'ni Amerika kelishimdan oldin bu narsalarni misol uchun bilmaganman, lekin bu kelgandan keyin odam rostini aytar ekan deb tushunib yetganman. Misol uchun birinchi fakt, Amerikada hamma o'z-o'zini hayotiga qaraydi. Ya'ni O'zbekistonga o'xshab bir-biriga ishonib, unaqa narsa yo'q ekan Amerikada. Shunisiga nima deysizlar mana? Sizlar mana Amerikaga, siz mana misol uchun yaqinda keldingiz. Voy, 2400 olib ketyaptim biletim. Mana Toshkentga ketyapti. Shokda bola. Toshkentga ketmasangiz kerak ularga. Men 2400 bo'lyapti bu. Qani? Через oling. Siz Toshkentga olmaydi, to'g'ri? Qattan olasiz. Taxes and fees. Yani taksi $100 aldamaysiz taksi. Migration user fee. Bola Extra seat fee. Короче, Extra seat kerak emas. Короче, nima demoqchiman? Amerika keldinglar, mana lekin повезло ему, green kartasi bor. O'shaning uchun bemalol xohlagan paytida ketadi. Menga green card berib qo'yganingizda hozir Toshkentga borib kelardim, bor-ku. Bir hafta mazza qilib kelardim. Endi afsuski unaqa emas. O'zi nima tem bo'ldi? Amerikada odam o'ziga o'zligi, ya'ni hech kim yordam bermaydi bu yerda. Yani odda har xil даже eng yaxshi o'rtog'inglarga ham ishonmaylar-da. U siz o'ziga o'zingiz bu yerda, tushunasizlarmi? Bu yerda nima bo'ladi? Hech kim sizga поддержка bermaydi. Endi menga повезло, chunki Nazbek menga juda ham ko'p yordam bergan edi. Men birinchi kelganda o'yladim, rostdan gapiryapman, deysiz, to'g'rimi? Da. Birinchi kelganda o'yladim,
Men o'zim amerikanец bilan o'rtoq bo'lib, bunaqa shekilli puki tashiyman deganimdan keyin endi qolgan rest of history deydi-ku, rest is the history deydi-ku. Lekin bo'qim chiqib ketdi degani desam, xato gapirmagan bo'laman. Endi mana u bolalar bizani tortib oldi Orlandoga. O'shandan keyin inshaalloh mana ishlarimiz yaxshi ketyapti. To'g'rimi Ladis? Shunaqa Amerikada lekin odam buzilib ketish shansi juda katta. Buni oldingi videoda ham aytib ketganmiz. Ya'ni buzilib ketish deganda noto'g'ri gruppaga qo'shilib qolsa ketdi bu yerda. Men ham o'zimni anaqa fikrimni bildirsam, yomon gruppaga qo'shilib qoldim. Endi qora ispanlar bilan yuraverib, endi har xil privichkalarni ham o'shalardan yig'ib olasiz. Endi men qo'pol aytganda Alloh meni yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun meni u atmosferadan chiqarib yubordi. Shunaqa. Keyin shtat tanlashda, o'qishga shtat tanlashda ham adashmaylar. Ko'plar Amerikaga kelib olsam bo'ldi, yog'ini hal qilib ketaman deydi. U ham noto'g'ri fikr. Nima noto'g'ri fikr deganda, Amerikaga kelishni o'zi bitta narsa, to'g'ri joy tanlash ham katta narsa. Misol uchun, Montana shtatiga borib qolsangiz, u yerda konkretni bomj bo'lib yashaydi ko'plar. Yo'q, uncha endi zavisit, tushunsan. Montana misol ish yo'q deyapti. Endi ish bo'lmaydi, lekin kreativni qilsa o'xshatib olsa bo'ladi. Endi Montanada o'zbek yo'q, yordam yo'q. Hech narsa yo'q. Hech balogingiz bo'lmaydi, lekin 0 bo'lasiz, konkret 0 bo'lasiz. Mena misol uchun Vermontga bir xilda boradi, misol uchun. Studentskiyda birinchidan bermaydi unaqa shtatlarga. Vermont, Montana, Wyoming unaqa shtatlar bermaydi. Shuning uchun shtat tanlashda ham adashmanglar. Research qilinglar internetda yokida consulting bilan ishlanglar. To'g'rimi? Eng zo'r consulting nima ekan? X-level consulting. X-level. Endi to'g'ri biz maqtovimiz, ya'ni biz hali ishga tushmadik, sekin inshaalloh hamma narsani joy-joyiga qo'yib, Toshkentda joylarni ochib olib, keyin ofisni to'g'irlaganimizdan keyin undan ham ko'p narsa qilamiz. Uchebni sentr ham ochib qo'yamiz inshaalloh. Ko'p yordamimiz tegadi inshaalloh vatandoshlarga. Hamma narsa. Hozircha ko'p onlayn bo'ladi. Lekin O'zbekistonda joyimiz bor, u yerda ham bolalar bor, Amerikada o'qib ketgan bolalar, sizlarga polni tushuntirib berishadi, qanaqa nimaligini. Xo'p, biz hozir qayerga ketyapmiz desanglar, biz Winter Parkga ketyapmiz. Mana bu qamoq Amerikadagi. Men juda yaxshi bilaman. Orlandodagi qamoq xona hisoblanadi, u nariyoqda. Bitta narsa aytib ketay. Bizani konsaltinglar bilan ishlashdinglar, даже qamoqga tushsanglar ham qanaqa o'zinglar visi qilishga o'rgataman. Bizda qamoqda ham experience'li bolalar bor. Mana qamoqni ko'rayotganinglarda. Shu amerikanskiy kinolarda anu tepalarni yopib qo'yadi-yu, xuddi shunaqa. Qochishadi kinolarda. Endi bu yerdan qochishga qocha olmaysiz-ku. Qamoqga tushmanglar-yu. Endi tushmasanglar strashniy joy yo'q. Shunaqa. Orlandoni downtowniga qiziqsanglar mana highwaydan sizlarga ko'rinishi. Downtown degani shu center, Toshkent City. Orlandoniki bu faqat Miami'ni o'ziniki bor, Tampa'da o'ziniki bor, har bitta shaharda o'zida shunaqa bo'ladi. Downtownga bormanglar juma kuni kechqurun. Bu yerda ko'rasizlar hamma xotini bilan, devishkasi bilan yuribdi, biz ulug' bilan yuribmiz. Astagfirullah. Shunga nima deysiz? O'ylanish kerak ekanda. Uylanib o'tish kerak. Uylansa har tarafdan yaxshi. Shunga mana ko'rayotganlaringiz bu shu Winter Park downtowni juda eski shahar. Eski shahar deganda ham qanaqa eski? Yaxshi ma'noda eski shahar. Da, yaxshi ma'noda eski. Bu yerda unaqani afroamerikanislar ko'p yurmaydi, ko'p kelmaydi. Bular ko'p downtownga yuradi. Bu yerda oq amerikanislar yuradi, ko'rayotganlaringiz. Qasizlar? Ha. Anular daraxtda video qilyapti, endi rasm pasm olib. Mana bu yerda ham o'qib olsanglar bo'ladi. Ya'ni New York Central Parkdan olgan ekanda. New York Central Park bo'lsa, bu yerda mana Winter Park, Central Park. Winter Park deganda keyin tegina Central Park deb qo'ygan. Mana bu yerda pauzaga qo'yib o'qib olsanglar bo'ladi. 1881-yil ekan. Established 1881 ko'ryapsizmi? Eng eski rayonlardan bittasi. Bizani kanalda yolg'on kontent yo'q, hammasi bor gap. Hammasi bor gap. Misol uchun mana binoda eski bino bo'lishi mumkin-ku, to'g'rimi? Restavratsiya qilingan. Yo'q, u tramvay station bo'lgan, train station. Train station? Hali ham tren yuradi. Demak, eski deganida. Shunaqa? Shaharchi, отдельный shaharchi bo'lganda bu. Shunaqa? Yarnanda qo'shilib ketdi. Endi hozir expansion bo'lyapti, ya'ni rashiyatsiya qilyapti, rayonlar polni. Shunga kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lish degani o'zbekchalar nima bo'ladi?
подписаться bo'ladi. Yo'q, ruschalar. Obuna уже bo'ldi-ku, ertaga o'zbekcha. Ha, obuna bo'linglar. Ya'ni YouTube'da tagida qizil knopkani bossanglar, obuna bo'lasiz. Subscription. Подписаться. Da, yangi videolar ko'proq chiqadi shunda. Ko'rayotganlarda ulug' qanaqadir ham content makerdan savol javob qilyapti. Mana. Nima qilyapti ulug'? Bekorchilik, a? Kimga intervyu berding hozir? Nima bo'ldi ulug'? Hozir bu kitob yozibdi, endi mana shu kitobni promot qilyapti. ChatGPTda yozgan-ku. ChatGPTda yozgan deb o'ylayapman. Psixologik attacklar qilmoqchi, mana switch berdi menga. Buni yoqib qo'ysam hech problema yo'q ketar ekan, to'g'ri qolsa. Qarang, ko'rsatgan. Men millionerman. Va shunaqa sal kasal odamlar ham bo'lar ekan. Vaqtimizni oldi, necha minut oldi? 5 minut. 10 minut vaqtingni oldi. Hozir marujnimiz ham. Ha. Shunaqa qilamiz. Bunaqa kelib qaranglar, yerda pikniklar qilib o'tirishibdi odamlar, piknik. Piknikimiz lekin. Biza O'zbekiston. biza piknik emas, niknik. We need some American friends. Hech narsa qilmaymiz biza. We need some American. Biza shu YouTube'ga video olamiz, YouTube'ga video qo'yamiz, bo'ldi. Hayotimiz shu bilan o'tib ketyapti. Mana ham bilan ko'rayotganlarda, takoy o'tirib, takoy na chili, na расслабление o'tirib, takoy ujin qilib, hayot to'g'risida gaplashib. Endi bular hayoti shu-da o'zi. Bu yog'i McDonald'sga ishga kiriladi. To'g'rimi? Haftasiga 500. Depressiyaga tushadi. Depressiyadaman deydi, ota-onasi bilan urushadi, ota-onasi dayib deydi hammasi. Shunaqa hayot bo'ladi. Ish boshlanadi. Da, mana shu birinchi bu step mana shu. Keyin qolgandi. Hamonaki olmaysiz Ya hazil bilan Amerikada. Psixologlar pul oladi, to'g'rimi? Da, Amerikada eng zo'r bizneslardan bittasi psixolog bo'lish. Конечно. Yo'q, kelib qolsangiz millionersiz, psixologlar. Shunaqa. Hammada problema bo'ladi. Biznesingizda ham ammo ikkinchi stajni olsak bo'lmaydimi? Hm? Mortgagega. Shu ofis olamiz ham. Aha. Bo'sh. Bo'l. Bo'sh. Sal qimmat deb o'tlar bor shu. 10 ming so'raydi, oyiga kam. Barbershop qilib qo'yish kerak mana shunda. Kim sotib oladi? Puli? Qilib beraman. Bankrot emas, qamalib ketamiz. Mana mashina Dream Car-da. Mana Bentley. Continental. Mana GT convertible bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi. Ya, nima mashinami? Ye, kim o'tdi? Nomer siznikimi? Ya, hazillashman. Meniki mashina, lekin nomer meniki emas. Mana meni aytishyapti bolalar, Dream Car deb. Bu Bentley Continental. Central Park. Bu New York emas, yana Central Park deb o'qib New York deb o'ylamanglar. Mana shu Bentleyni. Inshaalloh. Bilasizmi o'zi? Hech Ahmed mashinasi juda ham jo'sk edi, lekin juda tez edi-yu. Bu o'shnaqa tez, undan tez bo'lmasa agar juda shunaqangi yumshoq. Mana ulug'i Dream'i mana shu orqada, mana shu oyna orqasida. Qachonlardir ulug' ma'no qilgan Gapirmanglar shu temani hozircha. Xursand hozirda. Mana eng zo'r mashina. Однополый brakka $150 ming bonus berayotgan ekan, siz uni ertasi kuni mashq o'ynang. Gap bizda jon bor. Endi bu yerda takoy kichkina New York style kafelar ko'rayotganinglarda tiqilib yeydi odam bu yerda. Bizda takoy shirinlik ishga kirmoqchi edik. Shunaqa yaxshi pul qiladi. Lekin o'tiradigan joy yo'qmi? Juda ham zo'r bo'ladi. Atmosferaga ahamiyat bersanglar, dahshat. Mana bu Hidden Garden degan joy bor ekan. Bu ana takoy закрытое местечко. Bekitib qo'yilgan joy. Bu yerda shu har xil restoranlar, ovqatlanadigan joylar ko'rayotganinglarda. Mana har xil restoranlar, barlar. Shu Amerikada kinolarda ko'rasizlar-ku, xuddi shunaqa barlar. Bu yo'q, o'rislar ishlaydi-yu o'sha. Ha, yo'q-a? Ha. Bekitib qo'yibdi. Amerikadan, ya'ni kinolarda ko'rasan, shunaqa joylar ekan-a? Kichik bekitib qo'yilgan joy. G'alati joylar ekan, qara. Bu yerda odamlar bilmayman qanaqa ovqatlanadi lekin bor. Endi bu men uchun emas bunaqa joylar. Bizda-ku ochuv yaxshi joy bo'lsa bo'ldi. Hamma sayin qaryapti-ku. Menimcha uni switchingda mana bir nimasi bor. Волшебный switch. Uchyaptilar.
Rabbining yo'q buni. O'chirib yoqadigan narsa. Nima deydi menga? U yerda turgan mashina yo'qsang, bo'ldi, problemalari yo'q bo'ladi. Uy bo'ladi. Yo'q edi o'g'lim. Hozir shirli ishga keldik. Hamda ko'rayotgandek balonni takib olib yeb qo'yamiz. Nasib bo'lganda yeymiz. Okey, qaraydi. Sushi qo'yamiz. Sushiga boramiz. Kichkina baliqlar ham bor ekan. Xo'p, men ketadigan bo'lsak, takoy, atmosferniy joy ekan. Tantka. Le makaron degan joyga keldi. Bitta shirlilarni ko'rib, balkim yeb ko'ramiz. Nima deysiz? Yeb ko'ramizdan bitta olib. Morojen yeganimiz bir kunda yuramasmi? Так, qiz bola kirib, "Ой, а сегодня у нас девчачий день". Shunaqa storieslar такой qo'yib, shunaqa joylar o'xshab. Ay. Bu yerda ko'rayotgan makaronlar ekan. Where are you from? Argentina. Argentina. Messi o Ronaldo? No, Messi. Messi. Oh, come on, man. Messi porque es un ejemplo de vida. En forma personal, es una persona humilde, sencilla, no es arrogante. No Spanish. No, имена говорит, брат. No, he's saying the Messi characteristics. is very kind, is the person honesty, sincerely. You sure? Ronaldo. No. Bueno, es good. Both are good. Legends. Ronaldo, Messi, legends. Mana ham sekin уже mahallaga yetib bordim. Bolalar bilan birgalikda futboldan chiqib sekin futbol paytida endi ololmadi. Ko'rayotganinglardek soat mana уже 3 bo'ldi. Sekin mahallaga qaytamiz. Shunga videoni agarda shu paytgacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga savol nima haqida keyingi videolarni chiqaraylik. Kommentariylarni o'qib turaman. Oxirgi payt kontentlar kam chiqyapti-yu, lekin sekin qaytishga inshaalloh niyat qildik. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarga nima qiziq, Amerika haqida nima savollaringiz bo'lsa qoldiringlar. Kelajakda mana shu bir oylar ichida bitta o'tirib bolalar bilan birgalikda balkim savollaringizga javob berib ketishga harakat qilamiz. Ya'ni shu har xil savolingiz bo'lsa, kommentariyni ochib bittalab javob berib o'tiramiz. Amerikaga kelish niyatingiz bo'lsa, harakat qilinglar albatta. Talaba bo'lib kelish hozirgi kunda eng oson kelish yo'llaridan bittasi. Yoshlar shu albatta 16, 17, 18, 19, 20 yoshgacha bo'lsanglar. Dokumentlarni tayyorlashni o'zingizlar ham o'rganinglar. Misol uchun konsalting degani hamma narsani to'g'ri qiladi demagani. Ya'ni bizlarniki unaqa bo'lmaydi emas. Biz inshaalloh hamma narsani to'g'ri qilib, o'zimizning experience, o'zimizning opit orqali o'zimizga qanaqa kelgan bo'lsa, sizlarga ham xuddi shunaqa o'zimizga qanaqa kelgan bo'lsa yordam qilamiz. Ya'ni bu boshqa konsaltinglar yomonlash emas-u, lekin o'zingizlar ham o'qib bir nimani bilganinglar yaxshi. Misol uchun Babram bu doktorga borsanglar, doktor ish qilyapti degani to'g'ri qilyapti demagani-yu. Babram odam o'qib o'zi instruksiyalarni o'qish kerak, tushunish kerak nima qilishni. Pulini to'lab qo'yib hamma narsani qilib beradi degan fikr ham noto'g'ri. Shuning uchun ozgina internetda ko'ringlar, qanaqa qilib o'qishni topshirish kerak, nima qilish kerak. Ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsanglar, inshaalloh kurslar ham ochamiz ingliz tili bo'yicha. Viloyatdan bo'lsanglar, agarda misol uchun onlayn o'tkazamiz kurslarni va agarda Toshkent shaharida bo'lsanglar, Toshkent shaharida ofis qilib joy olamiz yaqinda. Hali точный joyini aytmayman, chunki hali точный joyi aniq emas. Lekin уже yaqinda ofisimiz ochiladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, Instagramga, YouTube'ga va albatta Telegram kanalga shu hammasizlarga update'larni berib ketaman. Xo'p, uyga ham yetib oldim. Charchamanglar, videolarni shu paytgacha ko'rib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun rahmat. Soat 3 bo'lgani uchun ozgina charchadik. Albatta sizlarning fikringiz qiziq. Kommentariy yozib, nima qilaman, Babram o'qimaydi demanglar. Kommentariy hammasini o'qiyman. Sizlarga agarda ko'rsatib ketadigan bo'lsam mana. Oxirgi kommentariyalar mana. Assalomu alaykum, rahmat aka deb yozib qo'yibsiz mana. Oke, Duolingo ham o'tadimi? Shunaqa savollarga sekin-sekin javob berib ketishga harakat qilaman. Shuning uchun albatta like qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishamiz. Charchamaylar.